bizani o'zbek ayollar dunyo bo'yicha eng go'zal ayollar hisoblanadi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, bir xil ko'rsatkichga, bir xil muammoga ega, ya'ni pora расширение, nasagubka osilgan, ko'z tegi osilgan, bir yili qorin qo'yilgan, bir xil muammoga ega. Yaqinda Xitoyga borib keldimda, Xitoy, Koreya deganlarni hammani yuziga qarab keldimda, yuzida bizani teskarisi, pora yo'q, ko'zi tegi osilish yo'q, brili yo'q, nasagubka yo'q, qorin ploski, nega degan savolga men u yoqda javob qidirdim. Bu gapni nimaga aytyapman? Aslida bizni bu yuzimiz bunaqa bo'lib kelishi uchun bizni pitaniyamizga jiddiy qaramaganimizdan ekan. Nonni mazza qilib bo'kib yeb olamiz. Ayniqsa non yedikmi, bizani kishechniklarimiz ishdan chiqadi va u yog'ini o'zingiz tasavvur qiling, qorin qo'yish va boshqa semirish va boshqa atikaç qilgan holatga kelamiz. Xitoyliklarning yeyotgan ovqatida non yo'q. Endi meni maqsadim sizlarni chiroyli ko'rish va u chiroyli sizlarni qo'linglardagini etib qo'yish va nonni kamaytirish, pitaniyalarga jiddiy qaratishinglarni tarafdoriman. Agar videoim manfaatli bo'lsa, bugundan boshlab jiddiy qarang pitaniyangizga va chiroyingizni doimgidek asrab qoling.